Mana qaranglar. Mana bu joyda bolalarni o'ynaydigan maydoni bor edi. Mana bu besetka edi mana. Ikkita besetka qurilgan, hammasi to'g'ri turibdi. Bu yoqqa qarab turish kerak edi. Mana bu qechatirilgan. Nimaga? Chunki mana bu joyi bitta tadbirkor menimcha o'rib olgan. Mana qaranglar, mana shu yerda ham bolalar o'ynaydi. Bu tarafida joy bor, hozir ko'rasizlar. Ko'rdinglar o'zinglar? O'zinglar ko'rdinglar. Demak, Yangiqayot tumani hokimligi shunaqa ruxsat berar ekan. Mana shunaqa bemalol proyektlarni, tasdiqlangan proyektlarni buzib bemalol xohlagan ishini qilish mumkin ekan. Tadbirkor zo'r ekan. Bu nima, Yangi O'zbekistonmi bu? Toshkent shahri va viloyat markazlarida bironta hokim bo'sh joylarni topib, yashil zona, odamlar toza havoga chiqib o'tiradigan joylar, sport maydonchalari, fontanlarni ko'paytirishni o'ylamayapti. Arada bir harakat boshlandi, keyin hamma to'xtab qoldi. Bor sport maydonchalari va bolalar o'yingohlari domlar arasidagi yashil hududlar qurilish uchun berilib yuborilayotganidan odamlar norozi. Misol uchun barcha ko'p qavatli uylarga tutash hududlar, stoyanka, bolalar maydonchalari, ichki yo'llarni boshqaruv kompaniyalariga biriktirib berish bo'yicha topshiriq berganman. Lekin Toshkent shahri hokimi 5-maydagi qarori bilan 9802 ta ko'p qavatli uylarni faqatgina bino ostidagi yerlar kadastr bilan biriktirilgan. Maqsadi bitta, qolgan yerlarni qurilish qilish uchun tadbirkorlarga sotish. Qani topshiriq nazorati, qani qonunning kuchi? Bosh prokuror o'rinbosari Samadov Toshqulov bilan bir oyda Uskosmos Qodirov, Kadastr Po'latov bilan birga qaysi hududda yashil zona, sport maydonchasi, bolalar o'yingohi boshqa maqsadlar uchun berib yuborgan bo'lsa, hammasini aniqlab joyiga qaytarish kerak. Ko'p qavatli uylar tutash hududlarini boshqaruv kompaniyalariga berish bo'yicha hokimlar qarorlarini o'rganib, qonunga zidlarni bekor qilish kerak. Bunga kim chora ko'radi? Kim nazoratga oladi uni? Nima deysiz? Nima bo'lyapti? Shu og'riq bormi deyman-da, deydi-yu. Sizdan so'rab videoga olmayman, okaman. Ham joylarni proyekt qilib shu paytda yerdan tegidan o'tkazishgan, mana turbanlarni hammasini qo'porib tashlab, endi mana plashatka, detskiy plashatkalar ham kirib ketdi mana. Nima bo'ladi bu yerda, aka? Nima qurilar ekan? Mahalla keladi. Qanaqa mahalla? Mana bu. Marhamat mahallasi. Marhamat mahallasi ko'chib keladi. Shuncha hududgami? Qoyil. Detskiy plashatka ketdi-ku. Ketaveradimi? Farqi yo'qmi? Boshqa farq qiladi. Bizga turban oldida olyapman. Boshliq kim? Aktam aka. U bilmadim, qanaqa bo'ldi? Detskiy plashatka uxladi-yu, yarim ketib qoldi. Bolalar o'ynardi yozda o'sha paytda. Mana bitta mana tennis, badminton o'ynardi bolalar. Bilmadim, qanaqa chora ko'rish kerak. Hayronman. Ruxsat bergan. Yangiqayot tumani 9-hududda joylashgan bu joy. Qoyil. Hozir daraxtlar kesilmaganda mana shu joydagi o'rtadagi daraxtlar ham mana shu kabi baland soya beradigan daraxtga aylangan bo'lar edi. Hech kim reaksiya bermayapti. Shunchalik bu baquvvat odammi, kuchli odam bilmayman. Hech kim bas qila olmayapti. Qurilish davom etyapti. Kundan kunga har kuni qurilish davom etadi. Davlat tomonidan tasdiqlangan proyekt buzib tashlanib, yashil hududlar, daraxtlar qo'porib tashlanib, bolalar maydonchasiga, mana maydonchasi egallab olib buzib tashlanib o'tiradigan mana bunaqa kechasi qo'shnilar bilan chiqib o'tiradigan maydoncha chetga surib tashlangan. Ya'ni proyektidan tashqariga chiqqan, buzilgan. Shuncha hududni egallab olishga, shunchalik chuqur qazishga kim ruxsat bergan? Hech kim reaksiya bermayapti.